Assalomu alaykum hurmatli YouTube ishqibozlari, musofirda yurgan aka-ukalar, qadrli obunachilar. Mana bugun navbatdagi 1,5-2 qavatli darvozamizni Andijon viloyati Shahrixon tumani Tumor mahallasiga olib kelib o'rnatdik. Juda chiroyli chiqdi bu darvozamiz mana. Eniga 3.95, bo'yiga 3.45 razmerga o'rnadi bu darvozamiz. Darvozamiz 1 kvadrat metr 1 million so'mdan olib kelib o'rnatildi. O'sha summasi 13,5 million so'mga olib kelib o'rnatildi. Darvozamiz materiallari bilan tanishtirib o'tsak, stoykalari 10/5 shvillerdan bo'ldi. Profillari 6/4, 1.7 stenada, listlari 2lik list ustiga o'sha 1.1lik har doim qo'yiladigan yer yong'oq list bosildi, o'rtalariga steklovatalar bosilib. Juda chiroyli chiqdi bu darvozamiz. O'rtalariga ana ruchkalargacha qo'yilib. Chiroyli holda o'rnadi. Kraskalar devo kraska bo'ldi, mokra asfalt rangda. Tepalariga sitkalar qo'yilib, juda chiroyli holda o'rnadi. Zamoklar o'rnatilgan. Zubur zamokdan orqa holatlari mana, orqalari ham tekis, plotniy bo'lib mana juda ideal holda qo'yildi. Hurmatli aka-ukalar, kanalimizga yangi bo'lsalaring, obuna bo'lib, like tugmachasini bosib, videomiz keng tarqalishiga hissa qo'shasizlar degan umiddamiz. Kimga shunday darvozalar kerak bo'lsa, ekranimiz pastki qismiga nomerimizni qo'yib qo'yamiz, bemalol murojaat qilishlaring mumkin. O'zbekiston bo'ylab dostavka, ustanovka mavjud. Xudo xohlasa, joyda o'lchab, chiroyli qilib razmerga yasab berilaveradi. Doim kanalimizni kuzatib boringlar. Bundan keyingi kraska sepish, o'rnatish jarayonlarini ham qo'yib borishga harakat qilamiz. Doim kuzatib boringlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.